Gruppadoshlar bitta sementalimiz bor mana. 1 tonnalik bu akalar. 1 tonnalik sigirimiz bor sotilar ekan. Xudo xolasa inshaalloh mana yilini yarimdan ham ko'p qildi mana. 2 ta o'g'li to'libdi. Tut temchaklari ham zo'r. Bir joyiga bir ifk yo'q akalar. Kamchiligi yo'q. 9 oy to'lgan akalar, bir 10 kunligimi, 15 kunlik tug'adi. Mana. Juda yuvoshgina akalar, mana buzoq tiqilyapti-chi. Mana buzoq. Buzoq daqqa surpam bo'lmaydi. Xudo xolasa shunsin tug'adi endi nasib bo'lsa. Ikkita tuqqan, qulog'iga mana AT yozilgan, chistag'idan kiygani bor akalar mana. Mana. AT mana. Ag'idan kiygani. Ikkita tuqqan, qo'nining 3-balasi. Arqalari uzoqchilayib turibdi. O'ttiz litr sutga akalar 30 ta bergan ekan. Ama endi e'lon qilib boryapti. Sal tutqani. Yegan sigir. Böyle bro. Ag'ay ko'rinmay qolagan. Bo'ylari ham akalar 170 santimetrlar bor akalar. Hish. Bu 70lar bor. Bo'yi. Böyle sekin tortib joyiga. Hish. Hamma yog'i udar akalar, butun oyoqlari ham ifk yo'q bir oyog'i. Bunisi ham bo'g'oz akalar. Bunisi ham tayyor o'zi yilni qilib turibdi. Ikkovi ham tayyor. Shu. Bu bitta tuqqan, ikkinchisini tug'adi endi. Bu ham 25 ta bergan, birinchi tug'ishiga hozir ikkinchisiga ham tayyor. Bu ham. Bu ham katta sigir akalar. Bu biri olmishlar bor buni ham. Buniki ham biri olmishlar bor.